Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz sizlar bilan Roche AI platformasi bilan tanishamiz. Google'ga kirib Roche AI deb izlaymiz. Saytga kirib o'zimizga loyiqli bo'lgan tilni tanlaymiz. Al endi platforma qatalog'laymiz. Google bilan qatalog o'zimizning Google akkauntimizni kirgizamiz. Nake qatalog bitdik. Al endi saloq tuzu deganni bosib o'zimizning birinchi salog'imizni tuzamiz. Ko'k bilan belgilangan haqqisiz shularni qo'llanib saloq tuzsak bo'ladi. Hozir biz sizlar bilan dialog tuzib ko'ramiz. Ikki qo'shnilardan bir-biri bilan bo'lgan dialogni tuzib ko'ramiz. Nake dialog tuzib berdi. Bir-biri bilan bo'lgan so'zlashuvni bu yerda zapis turnidagi bor. Al dag'i boshqa bir usulni qo'llanib ko'raylik. Suratlanib ko'ramiz biz sizlar bilan. O'zimizga kerakli bo'lgan tekstni beramiz. Misali, mama потеряла своего ребенка во время покупок deb tekst kirgizib ko'raylik. Ushul tekst bo'yicha bizga surat tuzib beradi. Mana birinchi suratimiz tayyor. Mana ikkinchisi. Mana uchinchisi. Bizga shunday 3 turli suratlarda berdi. Qo'llanib ko'ringizlar, ayavay foydali, ayavay qiziqli platforma. Parametri deganni bosib, shu jasagan suratlarimizni kopировать etib olsak bo'ladi. Videorolik foydali bo'ldi deb o'ylayman. Ko'ngil bo'lganingizlar uchun cho'ng rahmat.